Ketdim. Mashinamiz o'chib qoldi. Bizdan olib kelgan mashina. Adashmasam 22 soat men uyda bo'lmadim. Любой odam tushib ketadi o'tdan. Kunim qanaqa o'tgan deb bilaman. Do'stlar, hammaga salom. Xayrli kech, xayrli tong. Qaysi birini aytishni bilmayman chunki soat 2:50. Почти 3 kechqurungi. Hamma uxlab yotibdi, shuning uchun past ovozda gapirishga harakat qilaman. Sizlar bilan birga poxodga boramiz. Bugun Spy degan joyga poxodga boramiz. Tur gaplashdik spesialni. Komandada 10 dan oshiq odam bor. Men bilan ketirgan qizlardan tashqari yana boshqa qizlar bolalar ham bor. Ularni men tanimayman. Soat 4da chaqirilgan. Hamma 4da yig'ilish kerak. 4:30da ketamiz yo'lga. Yo'lga chiqib ketamiz. To'g'risini aytsam, 2-2,5 soat uxladim. Men uxlay to'ymadim. Bilmayman qanaqa bo'ladi. Umid qilamanki yaxshi bo'ladi hammasi. Hozir yuzimni maskaga qo'yib, tayyorlanib oynaga qarab taqmaganimga sal qiyin bo'ldi taqish. Siriya. 네, 15분 타이머 맞춰주세요. 15분. 지금 시작하겠습니다. Xullas, soat 3:30da men yo'lga chiqib ketishim kerak. Чтобы 4da aytilgan joyga yetib borishim uchun. Endi sizlarga men poxodga nimalar olib borayotganimni ko'rsatmoqchiman. Tak, menda bunaqa kattalikda sumka. Объемный ryukzak. Birinchi o'rinda bu albatta suv. 2 litr suv olinglar deyishgan, lekin men birdaniga 2 litr olmasdan yarim litrdan 4 ta oldim. Видите, как умно. Keyingisi bu mana bunaqa sumka. Buni ichida men ijara olganman. Tepa-past boradigan joyimiz Sharsharaga yaqin. Sharshara joyi. O'sha payt rasmiy cho'tkaga agar suv bo'lsa, demakni almashtirib olaman. Bu mana bunaqa sumchka. Ipi bor bunaqa. Biroq eng ko'p ishlatilgan narsangizni papkani ochib turmasam, faqat mashinaga solib oldingizda olib bersangiz bo'ladi. Keyingisi bu power bank. Bu kerak bo'ladi обязательно, chunki men ko'proq telefonda ishlayman. Keyingisi bu bunaqa palkalar. Bu palka agar bilsanglar, poxodga chiqayotgan payt imini uzoq yo'lga mana shunaqa palkalar olinadi. Bu ko'proq tizzaga, belga nagruzkani sal kamaytirish uchun yordam beradi. Shu bilan mening maqsadlarim o'z nihoyasiga yetdi. Yeyish uchun narsalarni esa yo'lda korzinkada to'xtarkanmiz, o'sha yerda olaman. Kecha to'g'risi soat 9:30da uyga kelganman. Narsalarni olib, poxod uchun kiyimni olganman. Покупкаларni qildik, endi uyga ketamiz. Полностью outfitimni esa yig'ilganimizda ko'rsaman. Ya'ni o'sha lokatsiyaga borganimizda. Men ko'rmaymanmi yo'qmi bilmayman, lekin biz уже aytilgan joyga keldik. Transport cho'tda ekan, joylarni egalladik. Endi yo'lga chiqib ketamiz. Hali beri tong otgani yo'q, shuning uchun baqa qop-qorong'i hamma yoq. Mana shu bizdan transport bor, lekin ko'rinmayapti. Biz уже ketyapmiz. Hali ham qop-qorong'i. Mashinaning ichi ham, ko'cha ham. Shuning uchun telefonimni fonari yoqib turibman.
Keyingi stansiyaga to'xtadik. Bu Korzinka. Unda ozgina produktlar olib, keyin yo'lda davom etamiz. Outfitimni ko'rsatarik. Endi fotograf ma'man desa. Tak, hiking outfitimiz sizlarga hozir ko'rsataman. Штаны, кроссовка, Стефан Костин. Bu ветровка, sumka, и все. Тут banda, и тут у меня такая прическа. Bizda fotosessiya bo'lyapti. Quyosh chiqishi shunaqangi chiroyli bo'layotgani uchun zo'r svetda, tasvirda fotosessiya qilamiz. Korzinkaga kirdik. Покупкаlar qilishga. Bering labar. Labar. Rahmat. Esma chiqib ketibdi. Buni labar. Да. Man so'rayman, короче, biz ham chiqsak bo'ladi. Конечно. Nimaga mumkinamiz? Вот. Ona savattik. Bu yerda motobaram bor, lekin chiqish xohlamayaptilar, o'shaning uchun ko'rsatolmayman. Как же тут красиво! Zavtrak qilishga keldik. Hozir soat 7. Zavtrak qilib, undan keyin yana tepaga chiqib ketarkanmiz. Bu oxirgi lokatsiyamiz. Undan keyin уже hech qayerda to'xtamas ekanmiz. Zavtrakni bilasizlarmi nima? Somsa. S chayim, s kofe. Juda ham mazali ekan sandwich. Перекусga mana bunaqa sandwichlar oldik. Ham zo'r ekan. Bende kuritsali, indiyka. Yana alohida oldim. Jazirlik ham bor edi. Oqsili ko'proqga sandwich olib qoldim. Fitness girl load. Keyingi lokatsiyaga to'xtadik. Bu joy Nanay deb nomlanadi. Naryoqda qishloq. Bu yoqda Nanay ko'priga. Xuddi Amerikadagi ko'prikka o'xshar ekan. Juda ham chiroyli manzara. To'tinas gid tanishtirib beryaptilar. Nanay qishlog'i haqida fikrim aytadigan bo'lsam, juda ham chiroyli joy. Suvlari tiniq, suvni o'rtasida qanaqadir liniya ketgan. U o'zi shunaqa xos bo'lib qolgan ekan. Buni qanaqadir spesialni qilishmagan yoki qanaqadir nimadir sodir bo'lmagan. O'zi suvda shunaqa narsa bor ekan. Qanaqadir mo'jiza degan bo'ladi buni. Bizgacha bo'lgan nechta oстановкаga to'xtagan bo'lsak, har bitta oстановкani o'ziga yarasha chiroyli manzarasi bor ekan. Bir-birimizga uzoq kelganmiz, bu yo'lga bundan uchrashganmiz. Hammasini tashlab, yolg'izim senga, sehrli muhabbatim senga, senga to'lagan senga. Biz xullas Ispay qishlog'iga keldik. Endi tepaga chiqishni boshlaymiz. Bu yerda bitta uy ko'rib qoldik. Juda ham estetik qishloq vibe. Quick checking.
Biza ispan sharsharasiga ko'tarilish boshladik. Hozir yo'lni ko'rsataman. Menga omad tilaylar. Yurish davomida bitta narsani o'ylab qoldim. Biza yurayotganimizda to'xtab, misol uchun manzarani ko'rmaymiz edi. Lekin yurayotganimizning o'zida shunaqangi chiroyli joylarni ko'ramiz. Hammasiga to'xtab, manzaradan bahramand bo'laman desangiz, vaqt ko'p ketar ekan. Shuning uchun yo'l-yo'lakay manzarani ko'rib ketamiz. Yana bitta chiroyli joyga keldik. Hozir manzarani ko'rsataman. Oh my god. Biz haliyam yo'lda davom etyapmiz. To'g'risi ozgina qiyin bo'lyapti, ayniqsa toshli joylar. Tekis joylari normal, ammo toshli joylar to'g'risi menga yoqmayapti, chunki oyoq qayrilib ketyapti. Toshlarning ham formasi har xil. Естественно, tog'. No, minusi shu faqat. Кажется. Но в целом hammasi joyida. Piyoda ketamiz qizlar bilan. Orqada ketishyapti. O'zimni haqiqiy gid deb his qilaman. Bu gidmish. Hiking deb o'zim his qilaman. Adashmasam, примерно 3 kilometrcha уже bosib qo'ydik. Yana 3 kilometrdan keyin dam olish joyi bo'ladi, o'tda obedlanib, keyin yana yurishda davom etamiz. Mana shunaqa toshli joylardan yuramiz. Xalchichni bo'lib ketdi videolarini tog'dan bog'dan qilib. Zато живой ko'taraman. Zато живой. Shunaqa do'stlar. Chilling time in Ispay Mountain. Let's go. Русский accent in English. Hindi accent ham gapirib. Don't tell me what to do. Qonimda hindlarni ham qon oqyapti xullas. Charchoq paka. Bunaqa ko'p emas. Ora-orada to'xtab dam olib turamiz. No, maksimum 5 minut. Undan ko'p emas. Manzarani ko'ringlar. Shu yo'lda chiqishda ozgina xansirab qoldim. To'g'risi ozgina qiyin bo'lyapti. Ingichka yo'l tepaga qarab o'tilgan. Oxirida qoldim. Aytib olishim kerak, oyog'im ozga og'ridi. To'xtamasam bo'lmaydi. Lekin manzara juda ham chiroyli. Bu manzara. Mana bu yo'ldan chiqib o'tdik tepaga. Birozim qolib ketdim. Shafqatsizlarcha chiqib ketishyapti. Meni kutmasdan. O'zim to'xtadim. To'g'risi oyog'imda og'ridi. Контент крутить. Ура! Мы это сделали!
Mana shu yerdan o'tdik hozir. Yaxshiyam salqin havo. Bo'lmasam qiynalib qolardik issiqda. Issiq joylari ham bor. Suvni hisobiga ancha salqin bo'lib turibdi. Biz va nihoyat kemping zonaga kelib o'tirdik. Suv ichib, hozir ozgina soyada dam olib o'tiribmiz. Menga bitta narsani aytib qolishdi. Hozirgi chiqqanimiz bu holva bo'lgan ekan. Bundan keyin meni tikka tog'li chiqargan. Bundan ham xullas battar qiynalib yuramiz. No eng qizig'i 5 kilometr bosib qo'yamiz уже. Ozgina qoldi. Tepaga ham. Hozir men sizlarga kemping zonani ko'rsataman. Hali obed qiladigan joyga yetib kelmadik. U joygacha yana примерно 2 kilometr bor ekan. Endi bu bizning qanaqa yurishimizga bog'liq, yurish tempimizga. Agar yaxshi yursak, tez yursak, qolib ketmasak, shuncha tez boramiz. Agar qolib ketsak, undan ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin qiyin, hiking qiyin, no, gashti boshqacha. Chiroyliligina. Nihoyat obed qiladigan joyga yetib keldik. Va nihoyat obed qiladigan joyga yetib keldik. Obed qiladigan joy deyman, asosiy dam oladigan joyimiz mana shu ekan. To'g'risini aytsam, chiqish oson bo'lmadi. Mana birinchi paxladim. Shuning uchun men qiyin bo'lsa ham, umid qilamanki ovozim yaxshi eshitilyapti. Men qiyin bo'lsa ham emotsiyalar boshqacha. Shuncha mehnat qilib yurib kelganingizga arziydigan joy. Uni sharsharaga yetib bormagan bo'lsak ham, shu joygacha bo'lgan manzara juda ham chiroyli bo'ldi. Shunaqa endi obedlanib, ozgina dam olib, keyin yo'lni davom etamiz. SPF olganman. Quyoshda kuyib ketmaslik uchun har 2-3 soat yangilab turaman. Umid qilamanki yaxshi ishlayapti SPF. Bak. Alın yani de. Ispak sharshasiga qarab yo'lga otlandik. Mana bu bunaqa manzara. Yo'l qiyinlashib borarkan, bo'lmasa shuning uchun ancha dam olib endi yo'lga otlandik. No, shunda ham ta'sir bor. Ayol orish boshladi. No, necha? Yo'lda davom etamiz. Примерно necha kilometr yurdik hozirgacha? Ana, obed qilgan zonamizdan bu yoqgacha. 6,5 kilometr. Kilometr? Серьезно? Xullas 6,5 kilometrcha yo'l bosib o'tdik. Mana yana ozgina qoldi yo'lgacha. To'g'risi, oyoq sezilmayapti уже. Soyada chiroyli bitta dam olib o'tiramiz, hozir chiqib ketamiz. Sizlarga endi bitta ko'rsatmoqchiman. Mablarni ko'rasizlarmi? Xuddiki spetsial nimadir kesib qo'yganga o'xshaydi.
Endi pastni ko'rsataman. Chiqamiz. Hali yana ancha yo'l bor. Sharsharaga yetguncha. Bu yog'i ancha qiyin bo'lyapti poyiga qaraganda. Men bitta narsani sezdim. Tog'da vaqt ancha sekin o'tyapti. Bilmayman, balki bu rohli yo'lga chiqqanimizgami. Lekin ob-havodan как будто bir soat 3 deysiz-da, lekin mana hozir endi 10 takan 1 bo'lyapti. Yaxshi qo'ying. Biz qancha narsa qilishga ulgurdik shu yo'l davomida. Do'stlar, va nihoyat men keldim. Salom. Oh my god! Nereal chiroyli, hozir ko'rsataman sizlarga. Oh my god! Va nihoyat yo'lga otlandik. Biz va nihoyat tog'dan tushib keldik, lekin bizni o'chib qolgan mashina kutib oldi. Hozirlik ko'rsataman. Ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. No, mashina o'chib qolgan, hozir harakat qilishyapti yoqishga. Endi kutib turamiz paka mashina yonishini. Shu bilan qaytamiz. Daryoga tushib ketmang iltimos. Qaranglar qanaqa. Eng qizig'i bugungi haykingimiz ertalab soat 4 dan to kechki 10 gacha davom etdi. Hali Toshkentga qachon yetib boramiz bilmayman. No, prям шикарный bo'ldi. Eng qizig'i biz tog'da yulduzlarni ko'rish baxtiga muyassar bo'ldik. Shaharda bunchalik tiniq ko'rmaganmiz, avvaldan qishloqda. Top. Tafsilotlar bilan bo'laman. Hali beri vlog tugamaydi. To'xtating. Mashinamiz hali tuzalmadi. 10 dan 15 minut o'tgan. Kechqurun biz hali ham Ispay qishlog'idamiz. Tuzalishini kutamiz. Agar tuzalmasa, taksiga ketarkanmiz. O'zi ham ana oltin edi. Fantastika treyler kinolardagi syujetga o'xshab ketdi. Vlogim ham очень серьезный bo'ldi. Kino ovozli bo'ladi. Qizlarning hammaligiz charchagan. Do'stlar, hammaga xayrli kun va nihoyat pohoddan keyin 3 kun o'tib vlogimni oxirini olishga qaror qildim. 3 kun davomida to'g'risi faqat dam oldim, chunki haykingdan keyin, bunaqa katta haykingdan keyin oyoqlarim nerealni og'ridi, butun tanam og'ridi. Aynan hayking uchun ham emas deb o'yladim. Hayking va undan tashqari yana mazam bo'lmadi. Ikkalasi baravar bo'lib, qo'shaloq bayram bo'lib, shu bilan dam oldim. 3 kun davomida mana endi o'zimga kelib, vlogni oxirini, ya'ni xulosaviy gapimni olishga qaror qildim. Xo'p, o'sha kun haqida sizlarga aytib beraman qisqacha. Ispaygacha olib kelgan mashina buzilib qolishi kutilmagan holatda bo'lib qoldi. Rejalashtirilmagan ish desak ham bo'ladi. Chunki vaziyatni sizlarga tushuntirsam, biz tog'dan tushib kelayotganimizda telefon qilishdi pastdan. Ya'ni o'sha mashina turgan joydan mashinamiz yonmayapti deb xabar berishdi. Keyin gid ular bilan gaplashgandan keyin tushib qarasak, mashina hali ham yonmagan. Bilsak, mashinalar akkumulyatori o'tirib qolgan, ba'zi bir sabablarga ko'ra. Organizatorlar bilan gaplashganimda ham bunaqa muammo ularda birinchi marta bo'lgan ekan, ya'ni transport buzilib qolishi. Xullas, biz soat
Примерно 9-9:30larda tog'dan tushgan bo'lsak, 9larda adashmasam va mashinani tuzalishini kutdik. U yerda boshqa turni mashinalari ham bor edi. Ular yordam berishdi mashinani yoqishga, lekin yonmadi. Keyin mashinani boshqa tomonga olib ketishdi. U yoqda yoqishga harakat qilishdi. Biza yurib u yoq tomongacha bordik. U yoqda ham ozgina kutdik, ya'ni qancha yarim soatcha kutdik. Lekin mashinamiz yonmadi va oxiri bizga taksi chaqirib berishdi. So'ng adashmasam 1:30-2larda уже uyga yetib keldik. Ana shunaqa ertalab soat 4dan uydan chiqib ketgan bo'lsam, soat 2da uyga keldim. Adashmasam 22 soat men uyda bo'lmadim. O'zi ham bir aktivniy dam olish kunimdan biri mana shu bo'ldi. Endi kelinglar sizlarga kunim qanaqa o'tganini aytib beraman. To'g'risi bu meni birinchi haykingim edi. O'zi buni menga tanishlarim taklif qilishdi. O'zim anchadan beri hayking qilish niyatida edim, lekin hech ham vaqt topa olmayotgandim. Как раз dedimda, "Давайте boramiz" dedim. O'zi men qanaqa insonman? Qayergadir borish kerak bo'lsa, sarguzasht qilish kerak bo'lsa, putешествие qilish kerak bo'lsa, men "Давай gaz" deyman. Boramiz deyman. Faqat menga sherik ko'pincha topilmaydi. Keyin o'zi har xil tog'lar varianti edi. Nefrit, Chimyon, Zomin, Ispay bor edi. Men bormaganlarim faqat Nefrit bilan Ispay. Tanishlarim orasida Nefritga borganlar ham bor edi. Ispayga borganlar esa hech kim edi. Ya'ni komandadan hech kim Ispayga bormagan edi. Shunaqa qilib, "Давайте Ispayga boramiz" dedik. Lekin Ispay o'zi qanaqa joy, rasmini ko'rdik, bo'ldi. Videolarini ko'rdik YouTubedan, qanaqa manzara bo'ladi, uni ko'rdik, lekin qiyinchiligi qanaqa o'tga hayking qilishni, yo'llari qanaqa, qancha yo'l bosib o'tishingiz kerak, nimalar kerak sizga, nimalarga tayyor bo'lishingiz kerak, ularni umuman bilmasdik. Men qiziqib so'radim. Men oldindan tayyorlanib borishni yaxshi ko'raman, qayerga bo'lsa ham. U hayking bo'ladimi, boshqa bo'ladimi farqi yo'q. GPTga kirib, hamma narsani yozib, u menga aytdi nimalar kerak bo'lishini, men hammasini oldim. Kiyim bormi, xullas nimaki kerak bo'lsa hammasini oldim sumkamga. Lekin baribir masofani qanchalik qiyinligini, o'tga yurib borishni o'zi qanchalik qiyinligini inson o'sha borib kelgan odamdan so'rab bilmasa yoki o'zi borib bilmasa, baribir internetdan bila olmas ekan. Uni qanchalik qiyinlik darajasini. Boshlanishida yaxshi ketdik. Zo'r ketdi hammasi joyida edi. Keyin yo'lda toshli yo'llar juda ham ko'payib ketdi. Toshlarni hisobiga meni oyog'im ancha og'rib qoldi. Ko'p marta komandadan orqada qolib ketdim. Orqada sekin-sekin yurib, ko'p dam oldim. Shuni hisobiga ham orqada qolib ketdim. Lekin yetib olishga harakat qildim va adashmasam примерно 6-7 soatda yetib bordik Sharsharagacha. Endi u yerdagi manzarani hayotda ko'rsanglar, shunaqangi mazza qilasizlar. O'sha yerda odamlarning o'zi dam olib yotishibdi. Qaniydi vaqtimiz ko'p bo'lsa-da, o'sha yerga yozib, anaqani ko'rpachami, qanadir prostinami yozsangiz-da, mazza qilib yotsangiz, Sharsharani ovozini eshitib. Lekin o'tirib o'sha yerda suvlardan ichib, suvlari endi ko'rsanglar shunaqangi mazzaki, shirali suvlari, mazza qilib ichdik. Tog'ni suvi ba'zir boshqacha ekan. Birinchi haykingim bo'lishiga qaramasdan, o'sha kun davomida o'zi ham bir nechta emotsiyalarni o'zimda his qildim. Ham stress, ham qo'rquv, ham xursand, ham asabiylashish, ham hayajonlanish, ham nima deydi? Xullas ko'p emotsiyalarni bir kun o'zida his qildim. Menimcha shuni hisobiga ham tez tiklanishim qiyin bo'ldi. Ya'ni 3 kun kerak bo'ldi men tiklanishimga, ham emotsional, ham fizически, ya'ni jismonan. Chunki o'sha hayking davomida men bilmaganim yo'llarni imini qanaqa bo'lishini, chunki tekis yo'ldan ham yurdik, toshli yo'ldan ham yurdik. 6 kilometrcha bosib o'tganimizdan keyin u Sharsharagacha yana mamnaqa tikkaroq yo'llardan yurishingiz kerak. Unda yoki palka yoki kimdir yordami kerak bo'lmasa, kimdir qo'lini berib, misol uchun bir-biringlarni ushab chiqmasanglar, o'zingiz chiqa olmaysiz agar professional haykingchi bo'lmasangiz. Shunisi ancha qiyin bo'ldi. O'shanaqa joylardan chiqish, tikka joylari ham xavfli. Agar ehtiyot bo'lmasangiz, любой odam tushib ketadi o'tdan. Chunki past chuqur,
pastdan shar ovoz eshitilib turadi. U yerda antenna yo'q, kimnidir yordamga chaqiraman desangiz faqat ratsiya ishlatishingiz mumkin bo'ldi. Telefon u yerda ishlata olmaysiz. Umuman antenna bo'lmaydi. Shuning uchun ham bir tomondan telefonni chalg'imoqchi bo'lganligi hacking вообще zo'r variant. O'shanaqa paytda men ko'p qo'rquvni o'zim his qildim. Qo'rquv, stress, chunki o'sha payt oyog'im nerealni charchuvdi. Juda ham oyog'im og'ridi, chunki uyga kelib ham qarasam oyog'im ishib ketgan. Yo'lda oyoq og'rig'im sabab ko'p dam oldim. Shuni hisobiga ham komandadan orqada qolib ketdim. Lekin yetib bordik, Xudoga shukr. Uyga eson-omon kelganimga shukr qilaman. Hech qatimizga hech narsa bo'lmadi. Tog'ga hiking qilish uchun nimalar kerakligini va nimalarga aynan urg'u berish kerakligini men o'zim uchun zametga yopib qo'ydim va shuni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Agar oranglarda bu kim hiking qilmoqchi bo'lsa, unga nafaqat narsalar bilan, ya'ni sumka, palka, kiyim va hokazo. Nafaqat unaqa narsalar bilan, balki ham jismonan, ham ruhan tayyorlanib borish kerak ekan. Iloji boricha siz borayotgan turmi yoki bo'lmasam tanishingiz borib kelganmi, tanishingiz bilan boryapsizmi yoki qanaqadir tur bilan boryapsizmi? Albatta aniqlashtiring, sizning darajangizga to'g'ri keladimi? Ya'ni sizni bu birinchi hakingizmi yoki opitniy hakingchimisiz? Mana shunga qarab hiking uchun joyni tanlash kerak ekan, ya'ni marshrutni. Bizda menimcha mana shunday kamchilik bo'ldi. Meni birinchi hikingim, men ko'p narsani bilmayman. Bilganim faqat tog'ga chiqqanda nimani olishimiz kerakligi, shuni bildim internetdan bo'ldi. Manzarani ko'rdim internetdan. Men boya aytib o'tganimdek, qatga borsam iloji boricha ideal darajada tayyorlanib borishga harakat qilaman. Чтобы o'tga borganda kamchilik bo'lmasligi uchun, ya'ni разочарование deydi. Kutilmagan holatlar bo'lmasligi uchun oldindan o'zim internetdan qidirib, o'sha joy nimaligi, qayerga ketyapman, nimalar kerak, hammasini men surishtirib keyin boraman. Shunaqa bo'lgan taqdirda ham ko'p ma'lumotga ega bo'lmasdan borgan ekanman. Va bizga, ya'ni menga yoki bo'lmasa boshqa, ya'ni oramizda birinchi hikingga chiqayotganlar bor edi. Ularga hech kim ma'lumot bermadi. Shu Ispay degan joy, ya'ni Ispay sharsharasi ancha muncha tog'lidan qiyinroq darajadagi tog' deb. Menimcha shunda kamchilik bo'ldi. Balkim shunga qarab odamlar agar mana shuni ogohlantirishsa, ya'ni hiking darajasini aniqlashtirishsa va hikingga chiqayotganlarning urovenini tekshirishsa, menimcha muammolar yana ham kamroq bo'ladi. Chunki misol uchun menga o'xshagan novichoklar birinchi hiking uchun Ispay degan sharsharani tanlashi bu noto'g'ri ekan. Chunki 9 kilometr borish, 9 kilometr qaytish qiyin. Oyog'ingiz og'riydi. Komanda bilan birga borsangiz orqada qolib ketasiz. Agar 2-3 yoki misol uchun 4-5 hikingiz bo'lsa, u normal. Lekin birinchi marta uchun shaharda 1 kilometr bosmagan odam, men shunaqa odamlar uchun men kabi 9 kilometr bittada bosib qaytish bu nerealni qiyin. Lekin epladik. Harakat qildik eplashga. Yetib bordik. Mana sog' salomat sizlarga video yozaman. Hamma yog'im soppa-sog' uyga yetib keldim. Lekin shunga qaramasdan juda ham qiziqarli tajriba bo'ldi. Sarguzashtga boy. O'zim sarguzashtni yaxshi ko'radigan odamman. Sayohat deysizmi, sarguzasht deysizmi? Men o'sha joydaman. Ana shunaqa. Juda ham qiziqarli opit bo'ldi. Ancha esda qolarli bo'ldi. Lekin shuncha challengelarga qaramasdan menda juda ham yaxshi emotsiyalar qoldi. Ya'ni hozir misol uchun o'sha kunni men xafa bo'lib yoki afsuslanib eslamayman. Xursand bo'lib eslayman, chunki stress, qo'rquvdan tashqari qancha yoqimli vaziyatlar bo'ldi. Mazza qilib eslaydigan. Birinchi poxodim shunaqa challengelardan iborat bo'ldi. Qanaqadir o'tirmaydi, stressga boy, qo'rquvga boy, lekin men yana bir marta sinab ko'rgan bo'lardim. Ya'ni o'sha birinchi hikingim bunaqa bo'ldi, keyingisida boshqa qilmayman degan fikr qolmadi. Yana xudo xolasa boshqa joylarga ham hiking qilish xohishi hali ham menda bor. Undan oldin ham men tog'ga chiqqanman ko'p marta, do'stlarim bilan hiking qilganmiz, lekin unaqa Ispaydagi katta masofaga emas. Oldingi qilgan hikinglarimni bu bilan solishtirsam,
Oldingilari xuddiki nonga chiqib kelgandek bo'lgan ekan. Nonga magazinga chiqib kelasiz, xuddi shunaqa bo'lgan ekan. Ana shunaqa. Menimcha endi qiyinchiligini tasavvur qilayotgan bo'lsanglar kerak. Agar qila olmayotgan bo'lsanglar, bir kun chiqib ko'rishinglarni men tavsiya qilaman. Agar novichok bo'lsangiz, tavsiya qilmayman birinchi haykingiz uchun Spy sharsharasini tanlashni. Agar bir necha marta o'sha haykingga chiqib kelgan bo'lsangiz va endi boshqa joyni qidirayotgan bo'lsangiz, Spy siz uchun menimcha zo'r variant. Vlog qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. O'zi ham har xil syujetli filmdagi bo'lib ketdi. Ana qo'rqinchli syujetdagi filmlardagi. No, selam menimcha qiziqarli chiqdi vlog. Ana shunaqa. Qiziqarli bo'ldi degan umiddaman, yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.